Oldiniga biz endi bozorga chiqmasdan oldin klientlar kirib keldi. Klientlarga biz ular arzon narxda olishdi. Bizni mehnatimizdan ham ko'proq ular foyda ko'rishdi maqsadida shunday ishlar ham bo'lib o'tdi. Men 2010-yil shu gullarda shu ishni tashkil qilganman qizlarim bilan. 4 ta qizim bor. Shular bilan mana shu darajagacha yetib keldik. 10 yil, 11 yil ichida mana shu ishimizni harakat qilib, oyoqqa turgizib, mana qizlar bilan qilyapmiz shu ishlarni. Shartuz, qabadiyon shu nimalarga chiqarib sotamiz. Joyi kelsa shu klientlar keladi o'zlari. Shularga topshiramiz. Xuddi Hisorlardan og'izdirib keldim shu tuvaklarni, gullarni. Katta qizim shu o'qishlarda yurib, o'shalardan olib keldi. Qiziqib shu bilan harakat qildik. 5 yil o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ldi. Mana endi 5 yil ichida sotuvga tayyor bo'ldi. Sotilyapti mana. Gullar 30 xil turi bor gullarda. Mana ko'rib turganlaringdek hammasi qo'l mehnati bilan tayyorlangan. Buni ham o'ziga yarasha problemalari bor. Yosh boladek parvarish qilasiz, misol. Mehr beriladi, yuvib, taralib, mana ko'rib turibsizlar, tozagina qilib tayyorlanadi hammasi. Birinchi bo'lib shu o'zimiz tayyorlab yetishtirib turgan paytimizda Masturopom kirib keldi gulga. Shular kelishib, ko'rishib, bularga ma'qul keldi ishimiz. Keyin biz shu ishda sizga yordamlashsak, yana ham chiroyli qilib yetkazishga harakat qilasizmi deb shular menga yo'l ko'rsatdi. Birinchi 20 xil guldan boshladik bu ishimizni. Keyin asta-asta yana qiziqish ko'payib, yangi turlarini topib kelishga harakat qildik. 1 yil ichida endi shu 40 xil gulni yetkazyapmiz. Undan mingta tuvaklarga o'tkazilyapti. Shundan 500 ta, 600 tasi sotilib ketilyapti. Endi bir xil gullarga misol kasalliklar tushadi. Biz ularni yaxshi parvarish qilish uchun internetlarga kirib, shulardan oqtiramiz, ma'lumot olamiz. Ana o'sha dorilarni topib, keyin shularni yaxshi parvarish qilishga harakat qilib, ko'kartiramiz. Endi shu gullarda kasallanib qolgan paytda shu Dushanbega zakaz qilamiz dorilarini. Rossiyadan zakaz qilamiz, jo'natishadi. Shulardan foydalanib, shularga qarab, yaxshi parvarish qilib, o'stirishga harakat qilib, foydalanamiz shu dorilardan. Vitaminlar kerak bularga. Bu gullarga ham misol mehr berib, toza parvarish qilib, qarash kerak. Masalan, mana ertalab bir qator hamma gullarni yuvib tozalab chiqamiz. Obeddan keyin shu kechki paytga yana bir yuvilib tozalanadi. Misol qancha gul toza, barglari toza bo'lsa, shuncha gul chiroyli bo'lib o'sishga harakat qiladi. Barglari toza bo'lgan sari bu bargidan nafas oladi gullar. Boshqalarning fikri hammasi havas qilib, yaxshi ko'rishib, ishimni ma'qullashdi. Misol hammaga ma'qul, kimga kerak bo'lsa, misol kelishib, mana dorilikgami, boshqagami kelishib, chetdan olishib ketishadi. Shu 4 ta qizim bilan o'zimiz parvarish qilib, yetkazishga harakat qilamiz. Misol chiqib ketgan qizlarim ham kelib, qaralashib, hozir yordam berishyapti. Buni o'ziga yarasha mashaqqatlari bor. Mana bozorga olib borishi bor. Joy yo'q, bunga qulay sharoitlar yo'q bozorda. Misol biz yetishtirganimiz bilan bizga bir sharoitlar bo'lsa ekanki, biz olib borib turib shuni qiynalmay, misol sotsak, boshqa shu tirikchilik uchun harakat qilsak, lekin unday sharoitlar yo'q bizda. Boramiz, ko'chalarda sotilyapti. Men xohlayman, misol
shu bozorlarda yaxshi joylardan shu gullar uchun joy bo'lsa, biz ham qiynalmay o'sha joylarga olib borib, misol sotishni xohlaymiz. Mana opa-singillar, agar sizlar qo'rqmay o'z ishlaringni o'zlaring yaxshi niyat bilan boshlaslaring, hammasi avvalo Xudo, misol shu ishlarda o'zidan o'zi yurishib, hammasiga baraka xayr kirib, misol shu ishlarni boshlaslaring bo'ladi. Mana shu ishni qilib men 3 ta qizni ham to'yini qildim. Harakat qilib. Oldiniga biz endi bozorga chiqmasdan oldin klientlar kirib keldi. Klientlarga biz ular arzon narxda olishdi. Bizni mehnatimizdan ham ko'proq ular foyda ko'rishdi maqsadida shunday ishlar ham bo'lib o'tdi. Bir ayol kirib keldi. Shu kelib gullarni ko'rib, ma'qul ko'rib, ko'proq oldi, lekin men o'sha paytda o'zim sotuvga chiqolmas edim, bozorda uncha tushunmas edim. Keyin olib borib, ular haqiqatan ham 2-3 baravar ortig'i bilan sotishdi, lekin o'sha narxdan ham kam narx qilib olishib, shunday ishlar bo'ldi. Ana keyin men uni o'zim asta-sekin tushunib, borib ko'rib, keyin o'zim bozorga chiqishga qaror qildim.